Boy bo'lish osonmi? Ne, конечно, boy bo'lish oson. Bu narsani ushlab turish qiyin. Bu statusingiz. Siz mana bugun boy bo'ldingiz. Bugundan sizga sertifikat berishdi, все. Siz bugun boysiz. Uni qanchalik shunaqa уровеньda mana shu muhim, ha? Конечно. Men nimaga so'radim? Har doim hovlilaringizda kabinet, постоянно ishdasiz. Bitta boydan so'raganimda Muxtor Ali Ibragimov degan o'zbek biznesmenimiz bor. Kalingradda eng boy o'zbekcha, u yerda ham zavod по производству mebel. Boy bo'lish osonmi desam, oson deganda, bitta ishlash kerak deganda. Все. Hamma 24 soat ishlasa, sen 25 soat ishlasang, shunda boy bo'lasan deganda. Men hozir texnologiyalar bor. Yarim soat tepada, 1 soat pastda, 1 soat mashinada, yarim soat lotkada. Hammasi постоянно ishlaysiz, по сути. Har doim svezadasiz. Chunki odamlar bor, уже menejerlar bor. Menga kerak emas o'zimga. Hamma faqat unga qarab turish kerak.